Distributsiyadagi eng katta xato bu qarzga ishlash. Hop, distributsiyada qarzga ishlash juda ham eng katta mudhish xato bo'lsa, agar uni yechimi bormi degan savol естественно vujudga keladi. Va buni yechimi bor, yechimlari ko'p, yechimlari unaqa juda ham qiyin yoki bir nedostupniy emas, juda ham oson, kerak bo'lsa bemalol hal qilsa bo'ladigan yechimlari bor. Bu muammoni eng asosiy yechimlaridan bittasi deb men bilamanki, shu savdo vakillarini bilimini, tajribasini oshirish, ya'ni oddiyroq so'z bilan aytadigan bo'lsak, naqdga sotishni o'rgatish. Professionalizmini kuchaytirsangiz, ularni bilimini oshirsangiz, tajribasini oshirsangiz, naqdga sotishni o'rgatsangiz, ular ham naqdga sotishni boshlashadi. Hech qanaqa amaliyot qilmasdan bor chiqib nimadir qilib bo'lsa ham sotib ketsa, конечно, savdo vakillari eng oson yo'lni tanlashadi, ya'ni qarzga topshirib kelishadi. Avvalambor savdo vakillariga ularni o'sha rahbarlari, menejerlar, supervizorlar o'zi ta'lim berib bilim berib borish kerak. Ya'ni naqdga sotishi, qanaqa qilib o'sha e'tirozlar bilan ishlashi bilan hammasini o'sha o'zini rahbarlari o'rgatish kerak. Lekin har doim ham menejerlar yoki supervizorlar o'sha bilimga o'zlari ham ega bo'lmaydi-da. O'zlarida o'sha bilim bo'lmaydigan holatlar ham juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, o'sha menejer, supervizorlarning o'zlari bo'lishadi. Endi o'sha distributsiya biznesini egalari yoki o'sha biznes boshqa top menejerlar, o'sha menejerlar, supervizorlar ta'lim, tarbiya bera olmaydi, agentlik hech narsa o'rgata olmayapti deb o'tirmasdan, shuni biladigan insonlarni jalb qilsa bo'ladi. Bu muammo ham juda ham oson, yechimi. Biladigan insonlar juda ham ko'p. Buni o'zini shaxsiy tajribasida yillab o'sha savdo vakili yoki supervizor, menejer bo'lib ishlagan odamlarni bemalol jalb qilsa, o'sha coachinglar, har xil treninglar tashkil qilinsa, albatta agentlarni, savdo vakillarini o'sha bilim darajalari oshadi va ular sekin-sekinlik bilan naqdga sotishni o'rganishadi, naqdga sotishni boshlashadi.